Va nihoyat men tugatdim. Albatta shuncha qismini buni ikkita qizilni qursam juda qiyin. Albatta bu oddiy narsadan emas. Qaranglar. Izolirli blok, redstone, temir blok, redstone, olmos blok. Men O'zbekistonni yerga urolmayman. Chunki bunaqa birovga ham qo'yishi mumkin edi, obunachilar mana. Bunaqa birovga qo'yib berish mumkin edi. Qilmadim. Undan ko'ra albatta zo'r bloklarda qildim. Juda oddiy kichkina emas, juda katta qildim. Bu varistagi albatta bu oxirisi qoldi. Eng oxirisi. Shuni qursam O'zbekiston bitadi bayrog'i. Bas, chunki bu yerda yulduzcha va uyvor chizib qo'yishim kerak. Bo'lmasa kutib olinglar. Oxirisi ham bitadi. Assalomu alaykum. Albatta bittasi esa chiqib qopti. Like, obuna va komment yozish va o'sha esa chiqmasin, chunki menga motivatsiya bo'ladi. Komment yozinglar. Va tariq so'zlar yozib qo'shinglar, meni quvvatlaydigan. Bo'lmasa assalomu alaykum. Hammaga xayr.